Bir ayol bo'lardi zamonasida. Igna bilan ip to'qib, avval to'qigan jemfirlar, to'qigan paypoqlar kiyardik, to'qilgan, to'qima ignalar bilan. Shunaqa to'qib paypoqmi, dastro'molmi, bir kiyimmi to'qirdi, bozorga etib sotardi, sotganda yarim puliga bozorlik uyga ro'zg'or qilardi, yarim puliga yana ip, igna narsalar olardi, yana to'qirdi. Bir kun ayol aytadi, ko'chada to'qiyotgandim. To'qiyotganimda ovqatimga qarayman deb ovqatga qarasam, qaytib kelsam bir qush, kattaroq qarag'aga o'xshaydigan bir qush, o'sha ipim, ignam, hammasi jamlangan narsamni oldida uchib ketdi. Mashalloh.